Shunaqa soch kasalligi bor. Agarda uni oldini olinmasa, butun tanadagi tuklar, ya'ni soch, qosh, kipriklargacha to'kilib ketishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilikni xavotirga soladigan, xalq tilida tangachalik soch to'kilishi deb ataladigan kasallik haqida gaplashamiz. Tibbiyotda bu kasallik o'choqli alopetsiya deb nomlanadi. Bu kasallik o'zi nima? Tasavvur qiling, tanamizning qo'riqchilari, ya'ni immun tizimi noto'g'ri signal oladi. Ular o'zimizning soch ildizlarimizni begona deb o'ylab, ularga hujum qila boshlaydi. Natijada sochlar ma'lum bir joyga to'kilib, o'sha joy xuddi tangidek silliq bo'lib qoladi. Nima uchun bunday bo'ladi? Kuchli stress, qattiq asabiylashish immun tizimini izdan chiqaradi. Yoki irsiy moyillik oilada kimdadir bo'lgan bo'lsa, sizda ham uchrashi mumkin. Bundan tashqari, ichki kasalliklar, qalqonsimon bez yoki garmanalni buzilishlar ham sababchi bo'lishi mumkin. Eng muhimi qo'rqmang, bu yuqumli emas. Jarayonni oldini olish va asorat qolmasligi uchun albatta trixolog yoki dermatologga murojaat qiling. Uy sharoitida har xil chesnok yoki achchiq narsalarni surtib, terini kuydirib qo'ymang. Bu vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkin. Bu videoni mana shunday soch to'kilgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.